Inson uchun eng xavfli kasalliklar: yurak ishemiyasi yoki qandli diabet, yurak ishemiyasi, gipertoniya yoki o'pka saratoni, o'pka saratoni, oshqozon yarasi yoki depressiya, oshqozon yarasi, migren yoki yurak yetishmovchiligi, yurak yetishmovchiligi, jigar sirrozi yoki buyrak yetishmovchiligi, jigar sirrozi, astma yoki bel og'rig'i, astma, Alzgeymer yoki artrit, Alzgeymer, nefropatiya yoki uyqusizlik, nefropatiya, yurak ishemiyasi yoki o'pka saratoni, o'pka saratoni, oshqozon yarasi yoki yurak yetishmovchiligi, yurak yetishmovchiligi, jigar sirrozi yoki astma, jigar sirrozi, Alzgeymer yoki nefropatiya, nefropatiya, o'pka saratoni yoki yurak yetishmovchiligi, o'pka saratoni, jigar sirrozi yoki nefropatiya, jigar sirrozi, jigar sirrozi yoki o'pka saratoni. o'pka saratoni. Demak, o'pka saratoni odam uchun eng xavfli kasallik ekan. Eng xavfli kasallik.